Assalomualaikum kuzatuvchilar, yana bir marta. Videolar qisqa, shunday ekan. Men o'zim video shunday chiqib turibdi hozir, olib qo'ydi. Yani ko'rsatib o'tganimdek, ikkinamizni oldiga yursak, oldiga yuradigan arka oldini bilish uchun aytib o'tdim. Oldi tarafda hech narsa bo'lmaydi. Misol uchun ters turib qo'yganingizda, mabodo odam bo'lib qolsin uchun oldingizda, orqangizda yan tarafga yurishni bilmang, ters bosib berishingiz mumkin. Shuning uchun orqa tarafda har doim bartoy turadi. Bartoy safdan sal chiqib turadi. Üstüdan sal ko'rinib turadi. Ham safni o'zidan qarasangiz ham bilib olasiz yana. Hozir loyincha ko'rinib deb ham, misol uchun hozir ters turibmiz. Ters turganimizda oldiga yurish uchun orqaga bosishimiz kerak. Misol uchun o'ng turib qolsak, oldiga yurishimiz uchun oldiga yurishimiz kerak. Bu arka oldiga qarasak ham yuraveradi, oldiga bossak, oldiga qarab ketaveradi. Yana qarasak ham oldiga qarab ketaveradi. Yani oldindan orqaligini bilib oldik. Demak, oldinda bartoy yo'q. Ham safni lapchilarni qarasangiz, oldi tarafdan orqaga qarab net turgan bo'ladi. Orqadan kelgan lapchingiz, hozir iloji bo'lsa ko'rsatib beraman ikki qo'lim bilan. Orqadan kelgan lapchimiz oldindan tenaga turadi. Endi aynalash uchun, turgan yerda aynalash uchun, misol uchun orqaga turibmiz, orqaga qarab turibmiz. Aynalash uchun bir tarafni ishlatishimiz kerak edi. Tortishimiz kerak. Yani aynalash uchun belgini tortishimiz kerak. Xalasangiz birsini oldiga, birsini orqaga itashingiz mumkin. Namesta aynalasi sal qiynalib aynaladi, nag'ruzcha bilan aynaladi. Podpisasiya bosishni unutmanglar. Keyin navo qiziqarli bo'lsa, so'rasanglar, qo'limdan kelgancha javob berishga harakat etaman. Navo yordamdan chiqib, qolib ketgan bo'lsa, qiziqqan narsalaringizni xudo xolasa qo'limdan kelgancha o'rgatishga harakat etaman. Men professional ekskavatorchi bo'lmasam ham 5-6 yildan beri aytayman. O'zimcha normal deb o'ylayman. Ishimni xalasangiz ishlab turganimni ko'rsataman. Misol uchun planirovchi ishlanimni, boshqasini